Ana aziz obunachilarimiz, bugun qaysi shogirdimiz ko'plarga yig'adi. Mana bu Dilshod shogirdimiz. Bu Hajmondan bu bola, Hajmon. Hajmon qishlog'idan bu bola politsiyasi yo'qdi, polis. Mana bu Limkent pluglar borki, Limkent pluglar o'shalarga politsiyasi yo'qdi bu bola, polis. Mana bu yerga Xurshid shogirdimiz bu, Xurshid. O'sha oldingi eski shogirdlarimizdan. Mana bu bola nima taxliyapsiz? Nimaga shestrni? Shestronga tayyorlayapmiz bu frezerniga. Mana bu yerga tish qo'ramiz. Mana shestrlar chala qolgan ekan, o'sha narsaga do'qasini quramiz. Mana shestronlar chiqaramiz. Mana yo'qni ham bo'shlayverdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Mana bu yerga Xurshid shogirdimiz ishlayapti. Telefon reklama qilayotganingizmi? Mana bugun qaysi shogirdimiz ko'p like oladi. Like ayamasdan bosib, podpiskani bosib ketamiz. Mana bu yerga Dilshod shogirdimiz ishlayapti mana. Dilshod taniganlar, bilganlar bo'lsa, like podpiskani ayamasdan bosasizlar Dilshod jon uchun. Mana bu yoqqa Xurshid taniganlar bo'lsa, ayamasdan like podpiskani bosib ketamiz.